Matkangiz shamollagan bo'lsa, ikkitagina uy sharoitida oddiy usulni aytaman. Bir dona piyozni oling, xohlang qizil, xohlang sariq. Bitta uring. Tiq tegmasin, pichoq tegmasin. Yarim litr suvga 15 minut qaynating. Tushundingizmi? Ana shuni kun davomida iching. Kun davomida ichasiz. 15-20 kun, bir oy qiling. Tushundingizmi? Homilador ham bo'lib ketasiz. Cho'tka, vaqtlar tug'ib tashlaysiz. Undan keyin piyozni soki bilan asalni aralashtirib tampon qiling. Tushundingizmi? Hech kimga xalaqit bermaslik kechqurun. Hop, tampon qilib yoting. Lavoy kasalni baqirtiradi. Tushundingizmi? Ikkinchi usuli lavroviy list borku, bir 100 grammini oling. Bir 100 grammini oling. Tushundingizmi? Bir 3 litr suvga bir 5 minut qaynating. 3 litr suv. Mayli 2 litr bo'lsa ham borku. Qaynatdingiz-a?